Qani ketdikmi? Ketdik. Buxoroga boryapsizmi? Ha. Tinchlikmi? O'g'ilcha universitetda o'qiydi, bir ko'rib kelay. O'zi universitetda o'qib kim bo'ladi? Diplomini nima ani sandiqqa tiqib qo'yasizmi? Mana biz o'g'ilcha bloger bo'lmoqchi, bloger. Kimga shogirdlikka tushding? Dadosh birovga dada. Ismni qarang, yondiryapti. Siz o'g'lingizdagi odam bo'lmaydi. U o'qigan kim bo'lyapti? Pul olib kelyapti. Mana ularning davri keldi blogerlarni. Endi bir o'qib qo'ysin dedim-da. Ha, o'qib qo'ysin, bu nomiga. Agar menga podpiska bo'lgan bo'lsalar $100 beraman. Joyini qo'yish, qayerdan berasan? Jim tur. Ha, berma. Ketdikmi? Assalomu alaykum. Qayoqqa ekan? Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshimisiz? Qanday o'g'ilcha nima bo'ldi? Ha, o'g'ilcha o'qishni bitirdi. Bitirdimi? Aytdimmi senga odam bo'lmaydi deb? Hali ham piyoda yuribsan-ku. Ha, yo'q, o'g'limni kutyapman, mashinada kelyapti hozir. Qani mashinasi? Mana kelib qoldi, mana. BMW o'g'linikimi? Ha, o'g'limniki. Qanday oldi u? Nima qilding sen? Nimadir sotdingmi? Yo'q, aytdim-ku o'qityapman deb. Qayerda o'qitding buni? Buxoroda Osiyo xalqaro universitetida o'qidi. Ularda Amerika bilan qo'shma hamkorlik bo'lgani uchun 2 yil o'zimizda, 2 yil Amerikada o'qib 2 ta diplom oldi. 2 ta diplomi bormi? Ha, xohlasangiz siz ham jo'nating. Bu yilga qabul boshlandi. 200 ta grantga joy ajratgan. 5 ta zamonaviy binosi bor. Bitta filial Xorazmda. Zo'r ekan-ku. Va shu zo'r, faqat o'zimizdan emas, chet eldan ham kelib o'qisa bo'ladi. O'qituvchilar chet ellikka. O'zingizning o'g'ilchangizmi ish qilyapti? Mana ko'rmayapsizmi, o'qiyapti. Assalomu alaykum akajonim. Sizomsiz? Men jo'q qilmayapman. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Shu mana shunaqa ish qilib yuribdi-da. Blogerlarning reklamasini narxini so'raydi. Keyin mashinangiz qanaqa, nima ish qilasiz deb so'raydi. Menga obuna bo'lganmisiz, shuncha beraman yoki buncha olaman deydi. Shu birovlarniki so'rab yuribdi-da. Yaxki. Tuzuk ish top, o'g'lim. Tuzuk ish top.